5 ta mening eng yaxshi ko'rgan it zotlari. Let's start. Birinchisi bu korgi. O'zlari uzunchoq, oyoqlari, qo'llari kichkina kaltda, juda ham mehribon itlar va menimcha ular eng spokойный itlarning turiga kiradi. Ikkinchisi bu chihuahua. Blondinka в законida ham chihuahuani qo'lida olib yuradi. Shunaqa udobniy ichaladi, keyin xarakterini ham ko'rsatadi, juda ham afillab. Uchinchisi bu husky. Husky juda ham chiroyli itlar. Aslida ularning ko'zlari moviy osmon rang bo'lib, boshqacha o'ziga e'tibor tortadi. Judayam energichniy, rosa ko'p yugurgisi keladi, o'ynagisi keladi. Agar siz e'tibor bermasangiz, xafa bo'ladigan itlar. Retriever. Men retrieverlarni shunaqa yaxshi ko'raman. Ular shunaqa chiroyli va Amerikada har bir oilada menimcha retriever bor. Kavaler King Charles Spaniel. Spaniel iti, asosan multik ko'rgan bo'lsanglar kerak, Lady va Bomsh degan. U yerda как раз geroinya shu Spaniel iti bo'ladi va oxirgi itimiz Pomeranskiy Shpits. Bu itlar ham menimcha faqat ayollar uchun yaratilgan bo'lsa kerak, shunaqa pushistый. Sochlarini salonga borib strishka qiladigan itda.